Hop, mana grammatik holatlarni ham ko'rib chiqamiz. There is va there are. Mana shu there is, there ni o'rganamiz bugun. Chunki preloglar bilan juda kerakli mavzu hisoblanadi. There is, there are. Ularning ma'nosi bu yerda bor. Bu yerda nimadir bor degan ma'noni bildiradi bizga. Ko'rib chiqamiz. Hamma o'rgangan mavzularimizni mana bugun ishlatib ko'ramiz. Hop, mana bu gapimizga e'tibor beramiz. There is a cat under the table. Hop, so'zma-so'z tarjima qilamiz. Bu yerda bor bitta mushuk tagida stolning. Mana, agar ingliz tilidan xuddi shunaqa qilib tarjima qila oladigan bo'lsak, so'zma-so'z qilsak, shunaqa tarjima qilamiz. Demak, biz o'rgangan qoida bugun there is, there dan there is. Nima uchun there is bilan there are farqlanadi degan savol bo'ladigan bo'lsa, mana bu birlik yoki ko'pligiga qarab farqlanadi. Bu yerda a cat birlikda. Birlikda, ya'ni bitta mushuk bo'lganligi uchun birlikda. O'shaning uchun there is bilan qo'llaniladi bu. There is. Is ga e'tibor beramiz. Birliklar bilan there is. Bu yerda birlik holatda gap tuzdik. Bu yerda bor bitta mushuk. Endi yana yangi o'rgangan mavzumizda andi. Andi bizga mana tagida degan, ostida degan ma'noni yoki tagida degan ma'noni bildirardi. O'shani hisobga olgan holda tagida stolning bo'lyapti. Yana gap tuzamiz. Endi ko'plikda. Shahar joylarini ham kecha o'tgan darsimizda o'tgandik. Mana ularni ham qo'llaymiz. Hamma o'rgangan mavzularimizni endi xuddi puzzle bo'laklarini yig'ib bir joyga ishlatib boramiz. Demak, zera bu ham bu yerda bor degan ma'noni bildirardi bizga. Zebra, bu zebra hayvoni, agar s qo'shilsa lar degan ma'noni bildiradi. Bu joyni ham not qilib ketamiz, o'rganib ketamiz. Ya'ni s bo'lgani lar. Xo'p, in o'zi da degan ma'noni bildiradi. Yana bitta muhim qismi da. In da degan ma'noni bildiradi. The zoo, zooparkda, hayvonot bog'ida bu. Zoo'ni bilamiz, hayvonot bog'i o'tgan darsimizda ma'lum. Zoo. Endi zebras ko'plikda bo'lganligi uchun ko'plik, ya'ni ko'p zebralar bo'lganligi uchun biz zera ishlatyapmiz. Shu joylarga e'tibor beramiz. Bu yerda a cat bitta mushuk bo'lganligi uchun birlikda edi. Ya'ni ma'nosiga e'tibor beradigan bo'lsak, tarjima qilib ko'ramiz. Demak, zera ham bu yerda bor. Zebralar hayvonot bog'ida. Mana shunaqa. Demak, bu yerda o'zi zerani bu yerda ma'nosi bu yerda bor degan. Zerizda ham shunaqa, faqat birlik ko'pligiga qarab ajratiladi. Xo'p, demak, bu darak shakllari, kelasi darslarimizda inkor shakllarini ham albatta o'rganamiz. Bugungi darsimiz joy preloglar haqida edi va there is, there are, ya'ni bu yerda bor degan gap strukturasini o'rganish edi. Bugungi darsimizdan maqsad. Agar savollar bo'lsa, marhamat. Savollar bo'lmaydigan bo'lsa, darsimizni yana bir qayta ko'rib chiqasiz. There is, there are strukturasiga 20 ta gap tuzishga harakat qiling, 20 ta gap va onlayn yuboriladigan mashg'ulotlarni qilib ko'rishga harakat qilasiz. E'tiboringiz uchun rahmat.